Sentyabrdan boshlab avtomobilingizga gaz zapravkalarida gaz quyilmasligi mumkin. Agar qo'lingizda mana shunday ko'rinishdagi hujjat bo'lmasa, bu hujjat joriy etilganligidan ko'pchiligingizni xabaringiz bor, lekin bu hujjat bilan sizlarni batafsil tanishtirib ketaman. Bu hujjat o'zi nimaga joriy qilindi? Avtomobilingizga o'rnatilgan gaz ballonlarini sinovdan o'tganligi haqida guvohnoma bo'ladi, QR kodli bo'ladi. Yana bir marta ko'rsatib o'taman. Bu o'zi nimaga joriy etildi? Bilasizlar, so'nggi yillarda avtomobildagi gaz ballonlar bilan bog'liq juda ham ko'p ko'ngilsiz voqealar sodir bo'lgan. Portlashlar deymizmi, yonib ketishlar deymizmi? Xuddi shu voqealarni, shunday ko'ngilsiz voqealarni oldini olish maqsadida joriy qilingan. Agar kontentim sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Fikringizni albatta kommentariyada qoldiring. Salomat bo'ling.